Do'stlar, sizlarga yana bitta ko'chib kirib yashashga tayyor xonani topib qo'yganmiz. Manzili esa Zakanada, Kanichkada joylashgan 5 qavatli yangi planirovka uylarda bo'lyapti. Holatlari juda ham zo'r. Tashqaridagi lokatsiyani ko'rish mumkin. Mashina qo'yishga joylari, bolalar maydonchasi ham mavjud. Yaxshi uy, ko'chib kirib yashashga tayyor. Holatlarini ko'rishingiz mumkin. Remontlari yangidek turibdi. Umuman ortiqcha urinib ketmagan. O'zingizda shaxsiy buyumingizni olib kirsangiz bo'ldi, qarang. Uyda faqat mana shu televizor chiqib ketadi xolos. Yana bitta televizor bor narigi xonada. Bu xonada mana televizordan tashqari konditsioner o'rnatilgan, yumshoq mebellar, gilam pardalari mavjud. Bu tomonda ko'rishingiz mumkin 6 metrli verandasi. Oshxona bu tomonga ko'chirilgan va 3 xonaga o'zgartirilgan, 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan skvoznoy kvartira. Stiralka mavjud, qarang, yumshoq mebellar o'rnatilgan, shkaf ham qo'yishgan. Uy skvoznoy holatda. Tashqaridan kirish qismi kladovkasi ham mavjud, ko'rishingiz mumkin. Bu parada ikkinchi xonasi, ya'ni yotoqxona qismlari, romlari to'liq akfa. Ana shu ko'rib turgan barcha narsalarning qoldiriladi. Bu tomonni ko'rishingiz mumkin, alohida qilingan vannaxona hamda hojatxonalari. Bu yer hojatxonasi, stollargacha o'rnatilgan. Qarang, bu tomon oshxonani o'rni, bolalar xonasi sifatida foydalanyapti. Bu joylari ham qoldiriladi. Mana ko'rganingizdek, bu tomon 6 metrli verandasi. Holatlari juda ham yaxshi. Faqat aybi 5-etajda joylashgan. Narxi esa egalar tomonidan $24,000 ga baholanyapti. Albatta ozroq kam bir qiziqarli. Hozirroq quyida raqamga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham zo'rlanishni davom etamiz.